Davlat xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari xodimlarini jalb qilgan holda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida jihodchilar diniy ekstremistik oqimining yashirin jamoati fosh etildi. Xususan, Qarshi tumanida yashovchi 1977-yilda tug'ilgan Muqaddam Jinoyat kodeksining 155, 159, 244 prim 1, 244 prim 2 va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganligi uchun bir necha bor sudlanib, 10 yildan ortiq umrini qamoqxonada o'tkazgan o'ta xavfli retsidivist Qarshi shahri hamda Qarshi tumanida istiqomat qiluvchi 1964-1986 yillar oralig'ida tug'ilgan 7 nafar fuqaroni jalb qilgan holda noqonuniy diniy jamoat tuzgan. Tergov davrida aniqlanishicha, jamoat a'zolari 2024-yilning yanvar oyidan boshlab har 10 kunda navbati bilan yashash xonadonlarida yig'ilishlar o'tkazib, jamiyatni islomlashtirish, xalifalik davlati barpo etish masalalarini muhokama qilishgan. 10 kunga yig'ilish o'tkazib turamiz degan maqsadga dars tashkil qilindi. Bu o'z foydalariga o'tirib yig'ilishadi. 2 kun bizlarning uyimizga yig'ilishdi. Yig'ilishlar davomida bizlarga notebook olib o'qib, o'shani tarjima qilib ma'ruza qilardi. Telefon qilishardi, masalan, bugun keling o'tiramiz deb. Suhbat asnosi din masalasida bo'lardi. Hijrat qilishga, jihodga chorlaydi. Shuningdek, ular ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqaro terroristik tashkilotlarni g'oyaviy da'vatchilarining jihod, hijrat, xalifalik to'g'risidagi audio, video materiallarini o'zaro bir-birlariga tarqatib kelishgan. Hatto jamoat a'zolarining ba'zilarida kelgusida hijrat qilish niyati paydo bo'lgan. Bundan tashqari, jamoat a'zolari o'z saflarini kengaytirish maqsadida boshqa fuqarolar ongiga ham ekstremistik g'oyalarni singdirishga harakat qilishgan. Ta'kidlash lozimki, jamoat yetakchisi va a'zolarining 4 nafar muqaddam sodir etgan jinoyatlari uchun umrining ma'lum bir qismini panjara ortida o'tkazgan bo'lsalar-da, o'z xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarishmagan. 2009-yil qamalib, 2018-yil ozodlikka chiqdim. Uyimga tuzga xolodilnigim yo'q edi. 2 kamerali xolodilnik, kattagon televizor, gaz plita, eshik derazalarimgacha yangilab, darvozalarini ham yangilab, uylarimizni polpatalak qilib berishdi. Xayolimizga kelmagan narsalar. Holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi tuman sudida sud majlisi bo'lib o'tdi va yuqoridagi shaxslar tegishliligi bo'yicha Jinoyat kodeksining 159, 244 prim 1 va 244 prim 2 moddalari bilan aybli deb topilib, ularga 6 yildan 10 yil 6 oygacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Hattomiz buzuq aqidalariga aldanib, yo'lini to'g'ri deb fikrlab qolganimiz. Anglaydim, qilgan ishim noto'g'riligini, pushaymonman, kechirim so'rayman. Prezidentimizdan, vatanimizdan, ota-onamizdan, oilamizdan. Ming pushaymonman. Yana mana shu guruhlik qo'shilib qolishdan pushaymonligimni chegarasi yo'q. Hurmatli fuqarolar, yot g'oyalar ta'siriga tushib o'z hayotingizni barbod qilmang. Ogoh bo'ling.